Jenva yürüyüşü və Münxen uçuruşida diqqətimni çəkən nöqtələr. 4. Dolqun Aysanın bir ayda 3 gün öydə turğan çağları бар ekan. Abduri Kasini. Şundaq. Mən bu çatma mülayizəmdə sübət və səviyyənin bir millətnin tirilişi və halak buluşida intayin moyum əhmiyyətki ega ekanligini şəriləş bilən yolğa chiqqan edim. Bu mülayizəmning davomida bu jihatda texmi keng to'xtalaman. Bu kenglikka o'tishdan burun men shundoq bir narsani o'ttirib qo'yib o'tmoqchiman. U bo'lsa-mu dushmanning qanchalik darajada kuchli ekanligini, tarixdagi insoniyatga xilof jinoyatlarning takrorlanadiganligini, o'zimizning qanchalik ojiz ekanligimizni, nima ishlarni qila oladiganligimiz yoki qila olmaydiganligimizni, mustaqilligimizning hozircha bizdan uzoq ekanligini, oldimizdagi muhim masalaning mavjudligimizni saqlab qilish masalasi ekanligini o'ttirg'a qo'yish va e'tirof qilishmi sifat va saviya masalasi bo'lib hisoblanadi. Hozir Uyg'ur jamiyatida mustaqilligimiz haqida o'xshamagan nuqtalarni chiqish qilib muloyiza qilish cheklangan rayon yoki kirgili bo'lmaydigan nuqta bo'lib turmoqda. Bu nuqtada o'xshamagan nuqtalardan chiqib qalam tavratguchilar yoki fikr bayon qilguvchilar avtonomiyachi qalpig'i kiyib qolmoqda. Xuddi Xitoyning bizga kiygizgan qalpoqlari ozdek. Mana bu dal Uyg'urlardagi sifat, sapa va saviyaning texi Allah va dunyo talab qilayotgan sifat va sapa saviya darajasiga ko'tarilmaganligining belgisi. Qur'onda ne osonlik qavmlarning sifat, sapa va saviya jihatda kamolatga yetish orqali o'zidan necha hassa ko'p qavmlar ustidan g'olib kelganligiga oid qissa, rivoyatlar Talut va Jalut qissasi bilanla cheklanmaydi. Qur'onda Badr va Uhud urushidimi insoniyatning sifat va saviya jihatdagi ustunligi bilan Allohning yordamiga erishganligidan iborat bir qissa bayon qilinadi. Undan boshqa Rad surasidimi Allah bir qavm o'zining ahvolini o'zgartirishga harakat qilmag'icha men u qavmning taqdirida o'zgarish hosil qilmayman deyish orqali avval sapoliq odam bo'l, avval inson bo'l degan signalni berdi bizga. Qur'onda bir millatning songa emas, balki sifatga ahamiyat berish kerakligi haqida nurg'unlagan qissa va oyatlar bor. Undaqda navbatdagi Uyg'ur tashkilotlarining kuchi to'g'risini aytganda sapa va saviyasi qanchalik? Navbatda Uyg'ur da'vosi qilayotgan Turkiyadagi bir to'qay tashkilotlar, Sharq Turkiston Jumhuriyatining chet ellardagi simvol hukumati, yangi qurilgan bir qancha tashkilotlar va Dunyo Uyg'ur qurultayini qo'shgandimi, bularning kuchi hozirgi mavjud Uyg'ur da'vosining ig'irligini ko'tarib mang'idak kuchga ega emas. Ba'zi nuqtalarda sifat va sapa bir oz gavdalanayotgan bo'lsa-mu, ammo kundan kunga ig'irlashib ketayotgan Uyg'ur da'vosining gavdasini ko'tarib mang'idak holda emas. Shundoq bo'lganiga qaramay, yana nurg'unlagan kishilarimiz ichi bo'sh,
plansız, təşkilsiz, altın həl berilgan təşkilatlarni qurishqa kuchayvatıdı. Hər qaysı təşkilatlarning bir-biri bilan üzəngiz soldurib ichivatqan yig'inlarning o'zigala nurg'un pul xərclanyvatıdı. İçilgan yig'inlarning hech qandaq unumi ko'rinmayvatıdı. Mən təşkilatlarning ko'p bo'lishini ancha tashabbus qilmayman. Chunki kuch chechiladi, iqtisod chechiladi, aql chechiladi. Chechilish demak sapasizlik demak. Uyish demak sapa demak, kuch demak. Allah Anfal surasi 65-oyatda mundaq deydi. Agar ichingizda sabr taqatlik 20 kishi bo'lsa, bundaq kishilar dushmandan 200 kishini yengalaydi. Agar ichingizda sabr taqatlik 100 kishi bo'lsa, 1000 kishi ustidan g'olib keladi. Demak, sabr taqat, sapa, saviya, chidam, g'ayrat, birlik, ittifoqlik va kurash demakdir. Albatta, o'zimizni boshqalarga e'tirof qildirish uchun oldi bilan boshqalarning amgiki va xizmatini e'tirof qilishni o'rganaylik. Mana bu sapa va saviya demakdir. Badal to'laylik. Ammo badal to'laganligimizni ship keltirib, sabdoshlarimizning boshlariga, cho'ng yo'llarga, Uyg'ur davosiga tahorat qilib qo'ymayli. Undaqda chet ellardagi Uyg'ur davosini kuchsiz qilib turayotgan omillar nimalardan iborat? Manmanchilik, obro'y va shuhratparastlik, ishchi torliq, hasadxo'rlik, boshqalarni e'tirof qilmaslik, ko'ralmaslik, bilarmanlik. Bu ish cho'qim men boshlagan va men oxirlashtirgan ish bo'lish deydigan shaxsiyatchilik. Bularning hammasi qo'shilib, navbatdagi Uyg'ur tashkilotlarini soni ko'p, ammo xalqimiz, dunyo va Allah kutgan saviya va sapoga yetmayotgan tashkilotlarga aylantirib qo'yayotgan sabablardir. O'tni suv bilan o'chirgili bo'ladi. Ammo hasad o'ti suv chachqancha poqiraydi va egisining yuzini yerga uradi, deydi Mavlana. Shuhrat uzoqdan qaraganda quyoshdek parlaq va illiqdir. Ammo yaqinlashganda tog' cho'qsidek sovuqdir, deydi Balzak. Shundoq Dünya Uyg'ur qurultaymi ish taqsimoti barobar bo'lmagan paravozning bosh tarafi, ya'ni xalqaroliq tashkilotlarga qartilgan yo'nalishi bir qadar kuchlik, ammo o'ttirsi va oxiri bo'sh bir tashkilot. Ammo bu tashkilotning ichida bir oy 30 kunning 3 kunini uyida o'zi uchun ishlatib, qolgan 27 kunini vatan davosi uchun paloqlash bilan, oyog'ining chami tushib qolg'idak qatrash bilan o'tkazayotgan Dolqin Aysomi bor. Janva yurishi va Myunxen uchrashishida diqqatimni chekkan muhim nuqtalarning biri dal mushu. Buni turklar kalita, inglizlar standart deb ataydi. Yana bir qatim Uyg'ur davosida kalita va standart bor deb jar silishga to'g'ri kelsa, bundaq ojiz va kuchsiz tashkilotlar ichida biz yuqorida tilga ilib o'tib ketgan inson tabiatidagi ojizliklarni rad qilgan holda, xuddi burkut o'z peydi yasalgan o'qyada urilg'inidek urilsimu parvo qilmay, til ahonat va tuhmatlar ichida
Uyghur davasıdan ibaret bu cheksiz dengizda menzilge qarab bu muqaddas davani yelkisida ko'tirib üzüp ketavatgan bir davagar bar. O bolsumu Dolqun Eysa. Beliq alğışның nejasati cheksiz ketgan dengizni kiriltalmaginidek aytilayotgan til ahonat va tuhmatlar bu da'vogarni kiriltib qo'ya oladimi? O'z manziliga qarab o'rkashlab eqiyotgan eqin suvning yo'lini uning oldiga chiqqan toshlar to'sib qolalarmi? Okyanusning shahzodasi deb ta'riflangan Titanikni dengiz ostidagi xada toshlar muz dog'lari pochaqlab tashlavatganda suv parvosiz agib o'tib manziliga qarab ketavermadimi? Guruchning ichidagi eng xatarligi qora tosh emas, balki oq toshdir. Ammo Dolqun Eysa bundaq oq toshlardan qanchisini tishlab soldi, ha? Yer yuzida toshlar bak nurg'un. Ammo bo'yinga osadigan toshlar bak oz. Uyg'ur davosida bundaq qimmatli toshlardan qanchasi bor? Tog' yo'llarini to'sib turgan yo'g'on, yaramas toshlar bak ko'p. Qo'lga chiqqidek kichik tosh hech bo'lmaganda dushmanning beshini yoradigan bir tosh bo'lmoq bak qiyin. Falastinliklarning qo'liga chiqqan tosh 60 yildan buyon dushmanining beshiga etilayotgan bo'lsa, Uyg'urlarning qo'liga chiqqan tosh Uyg'urning beshiga jiqroq etilayotdi. Bo'ron chopqinning qanchalik shiddatli bo'lishidan qat'iy nazar, beliq olg'uch o'zi so'ygan dengizni tark etarmi? İbrahimlar Namrudlardan qo'rqarmi? Namrudning 3 oy to'plagan o'tin chavalari İbrahimni ko'ydirib kul qilishga yetdimi? Puraqliq o't yog'ichining sopligi uning o'tda qanchalik ko'yganligi bilan o'lchinadi. Suhbatlik daraxtlar o'ng'ay yetishmaydi. Bo'ron chopqin qancha kuchli bo'lgan siri tog' cho'qsidagi qarag'ay shuncha mustahkam yetishidi. Har kim har mustahkam to'rikni qarag'ay yog'ichidan qilishni orzu qildi. Uyg'ur davosining bo'ron chopqinlarda tovlanayotgan esil qarag'aylari, suhbatlik odamlar har gapga javob qaytarmaydi. O'rib-cho'rib qaraydi, bu gapmi deb. Yana biri gapni qilg'uchiga qaraydi, bu odammi deb. Suv bilan to'lib toshgan dengizning shiddatli bo'ron chopqinlar ichida o'z ustiga to'kilayotgan yomg'ir suvi bilan nima kari? Baqara surasining dastlabki kirish sahifalarida Uyg'urlarning navbatdagi bichara holati aniq ifodalangan oyatlar to'lib turibdi. Men bu oyatlarni har qitim o'qiganimda Allohning chet eldagi Uyg'urlar orasida yuz berayotgan yolg'onchilik, ikkiyuzlimchilik, haqni ko'rmaslik, gumonxo'rlik, hasad holatini ko'rib turayotganligini sezgandek bir hissiyotda bo'laman. Baqara surasida Allah mundaq deydi: Shubhisizki kofirlarni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. Iymonning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardalangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida
Allohga va oxirat kuniga ishondiq deguvchilar bor. Ammo amaliyotda ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondiq degan bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va gumonlanish kasali bor. Allah ularning kasalini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganlari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari, Allahning oyatlarini masxara qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilg'uchilarmiz deydi. Bilinglarki, bular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iymon etgan kishilardek, ya'ni sahobalardek chin ko'ngillar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlardek iymon etamdiq deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashganda biz iymon etdik deb yolg'on gap qilishadi. Shatotlari, ya'ni munofiq katavashlari bilan yolg'iz yerda uchrashganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan birlimiz. Faqat tilimizning uchidala iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Allah ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklariga qo'yib berdi-ki, ular tengirqigan holatda yurishidi. Ani shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Allah Baqara surasining 18-oyatida mundaq deydi. Ular gastur, ya'ni gas anglamagandek, yaxshiliklarni anglamaydi. Gachidir, ya'ni gacha so'zlayolmagandek, yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir, ya'ni ko'r bo'lib qolgandek, to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi deydi. Martin Luther King mundaq deydi. Ya birlikda qarindoshlarcha yashashni o'rganamiz, yoki hamoqatlarcha halok bo'lamiz. Ey erkak, oldingda Uyg'ur davosining 2 tamg'isi turibdi. Ya Dolqun Aysadek 30 kuningning 27sini Uyg'ur davosiga ishiltib odamdek yasha. Yoki Don Kixotdek choq balaklar, qo'y padalari, aroq tunglarni dushman deb ilishib, ko'chadagi qalandar chingan ayolni Isilzoda deb oshiq bo'lib, halok bo'lib tuga. Shundoq biz Myunxen uchrashishni oxirlashtirib, issiq uyimizga qaytib keldik. Ammo Dolqun Aysa Әтісі сәһәрдә Yaponiyaga qarab uchib, bu igichaqsiz mazlum millatning davosini Yapon xalqiga anglatib, ondan Avstraliyaning Sydney, Melbourne, Adelaide shaharlariga uchib, ondan yana Amerikaga qarab uchib yurmoqda edi. Men uning hozirgacha nalarda uchib, nalarda tushib, qaysi ishiklarni qiqib, qaysi ustallarni mushlab yurayotganligini bilmayman. Ammo bu yerda sop va sifatlik bir fidokorlikning borligini bilaman. Allohga ming shukr. Bizdinmi kalita standart chiqadi ekan-a? Agar Allah bizni hozirgacha halok qilmagan bo'lsa,
Mana mushundaq kam uchraydigan qimmatlik tashlarimizning yuzidan halok qilmayvatıdı. Tugidi.